Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, yaxshimisizlar, charchayapsizlarmi? Bugungi darsda biza viza kartalarini qo'shishni o'rganamiz. Oldingi darsda ko'rsataman deb aytdim. Hozir o'rgatib o'taman viza kartalarini qo'shishni. Hop, buning uchun ADS menejerga kiramiz. Bu yoqda mana sразу billing и платежи bo'limiga o'tamiz. Va bu yoqda o'sha kuni reklamli akkaunt ochgandik. Mana bitta reklamli akkauntlarni o'zgartiramiz. Yangi ochgan reklamli akkauntimizni tanlaymiz. Misol uchun test uchun mana ochdik. Настройки платежей bo'limiga o'tamiz. Akkaunt tanlaganimizdan so'ng va pastroq tushamiz. Mana добавить способ оплаты bor. Bu yerga Visa, Master, UnionPay kartalarini qo'shsak bo'ladi. Hop, karta qo'shish uchun Daley bosamiz. Bu yerga kartani ismini yozamiz. Visa kartani yoki Master kartani. Bu yerga nomeri, misol uchun nomer mana kartani nomerini yozamiz. Bu yerga yil sanasi, misol uchun 08/27. Sizlar o'zingizlarnikini yozasizlar. Va kartani oxirida, kartani u yoq betida 3 talik kod bo'ladi. O'sha kodni yozamiz. Bu yerga familiya, ism yozish kerak bo'ladi. Izzatbek. Va kartani orqadagi SVV 3 ta kodini yozishimiz kerak bo'ladi. Va o'shalarni yozib bo'lganimizdan keyin mana galchkani yoqamiz va сохранить bosamiz. Menga shart emas, bunga karta уже qo'shib bo'lishibdi. Hop. Va bugungi darsda qaysi reklamalarni